Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun xudo xolasa juda ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga javob topamiz deb o'ylaymiz. Sababi aynan mana shu qo'limdagi ko'rib turgan narsalaringni men o'zim ham o'tgan yillar, avvalgi yillar rosa ko'p qidirdim, topolmadim. Oxiri o'sha kichikroq variantlardan bo'lsa ham o'zimiz o'sha prostoy variantlardan foydalanib turganmiz, lekin mana bu narsani endi men o'zim topdim. Shuning uchun sizlarga bo'lishkim keldi. Biz mana ventilyatsiyani olamiga kelganmiz, akalar. Bu yerda har xil turdagi ventilyatsiya tizimlarimiz bor. Mana shular haqida xudo xolasa batafsil videorolik tayyorlashga harakat qilamiz. Shukrullo aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Kelinglar, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat, Xudoga shukr. Keling. Hop, Shukrullo aka, charchamayapsizlarmi? Rahmat, alhamdulillah. Qarang, aynan mana shu narsalarni biz o'zimiz rosa qidirganmiz. O'sha paytida ustalardan ham so'raganmiz. Ustalar ham bilmagan joyini, masalan, YouTubedan ham qidirib, bular haqida ma'lumot topolmaganmizda. Aynan mana shu narsalar odamlarga kerak, bularning narx-navosi, obyomi, shularni tushuntirib beringlar aka. Xo'p, bular o'zi bizlar misol uchun xonalarga, oddiy xonalarga sanuzilli qo'yiladigan, ya'ni tualet, vannalar qo'yiladigan deflektorlar, nomi deflektor deyiladi. Bu qanaqa ishlaydi desangiz, xo'p, bu tomdan 1,5 metr yuqorilikda qo'yiladi. Hop, shamol bo'lganida xonaga havo kiradi. Kirgan havoning hisobiga tepadan bo'lgan shamol hisobiga bu aylanadi. Shuni hisobiga xonaning havosini to'g'ri ochib ketadi. Toksiz boshqasi ishlaydi. Ichida pachivniga bo'ladi. Shuni hisobiga aylanadi shamol hisobiga. Естественный ventilyatsiya deyiladi. O'zbekchasiga tabiiy ventilyatsiya. Yashang, zo'r shunaqa. Buni har xil razmerlari bor. 100 talikdan tortib 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 hattoki 1 metrgachaligi ham bor. Hattoki o'sha har qanday obyomini qilib beraveramiz, xudo qilib beraveramiz, ha. Tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Tayyor bo'ladi. Zakar qilamiz. Xo'sh, qarang, manulari nimalari endi bular? Shukrullo aka. Xo'p, bular asoviy ventilyatorlar deyiladi. Katta производство, ya'ni ishlab chiqarish joylariga qo'yiladi. Обороты 2900 bo'ladi. Bir 30 mingdan 38 minggacha havo so'radi. Oshxonalarda foydalanadigan bunaqa ulitka motorlarimiz bor. Bularni yaxshi tarafi asoviy ventilyatorlarni ham ko'p joylarda qo'yib yuborishadi. Lekin bular oshxonaga mo'ljallangan variant emas. Nimaga desangiz, parligini o'zida yog' terib qoladi-da, yog'i ham mana motor bilan birga bo'lib qolib turib, keyin kuyish darajasi yuqori bo'ladi. To'g'ri. Ulitkalarda undan farqliroq motor отдельно bo'lgan hisobiga yog'lamani bunga yig'iladi. Keyin tozalab turib, yana ishlatursa bo'ladi. Lekin bularda 380 bo'lgan hisobiga fazlashda qo'yiladi. Ya'ni fazlashda bo'lmaydigan bo'lsa, bilasiz 380 har doim bizda mavjud emas. O'sha paytlarda kuyib qolish holatlari ko'proq bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, Shukrullo aka, endi bularning narx-navosi qanchadan bo'lyapti? Aytaylik, mana shu eng kichkinasidan tortib, bu yoq o'rtachasi, kattaroqlari. Xo'p, hozirgi holatda mana shu 100 talik deflektorlarimizning narxi 230 ming, 240 ming shunday atrofida chiqyapti. Kelishtirib beramiz. 230 ming buni ichida o'sha boyaga aytgan 1 metr, 1,5 metr turbasi bo'ladi. Kirmaydi lekin. Mana shuni o'zi kiradi. Ha, o'zi. U tunkalarini, tunka ustalarimiz bor. O'shalarga aytsa, zakazga metrajga qarab qilib beradi. Bo'ldi. Yashang. Buni o'zi 200 ming, 230 ming deyapsizmi? Shunaqa, ha. Xo'sh, endi mana bular qanaqa bo'ladi? Hop, qo'lingizdagi 125 taligi, buni 240 ming so'm deyapmiz. Bunisi 240 ming so'mdan. Yashang, gap so'z yo'q. Bularning mana katta obyomlari qanaqalarichi? Kattasi hozir siz ushlab turganingiz 600 talik diametr deyiladi, ya'ni 60 sm. Bular bir 670 ming, 650 ming atrofida chiqadi. Xo'p, bularning dastavkasi qanaqa bo'ladi, Shukrullo aka? Xo'p, dastavkasi shu kelishilgan holatda mana shu Namanganga yetib keladi. Shaharlar bo'yicha ham bermalar chiqarib beramiz. O'sha qatta Toshkentda qatta bitakli bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoqqa yetkazib berish bizda mavjud. Biz o'zimiz Toshkentda bo'ladimi yoki unisi qanaqa bo'ladi? Masalan, yetkazib berish ichida bo'ladimi yoki Toshkent shahrida etilgan pitakgacha bepul. U yerdan u yog'iga bo'ladigan bo'lsa, u pulli bo'ladi. O'ziga joyligi. Bo'ldi. Tushunarli. Endi aka, bularda qanaqa obyomlari bor? Mana ulitkalar bilan ventilyatorliklari bor. Nechi qanaqadan qanaqasigacha? Ulitkalarimiz 2000, 1,5 ming kubadan 18 ming, 21 ming kubagacha motorlarimiz bor. Yashang, gap so'z yo'q. Xo'sh, akalar, buni ko'pchilik o'sha bilasizlar. Mana bunaqa o'sha mana dimoxodlar qilingan, bu yerda montaj qo'yishgan namunaga mana shunaqa narsalarga ishlatsa bo'laveradigan variantlari. Endi Shukrullo aka, yana qanaqa variantlari bor bizda? Xo'p, prямоугольный kanalli, ya'ni to'g'ri burchakli kanalli ventilyatorlar deyiladi. Mana hozir ko'rsatgan kanalli motorlarga mana shulardan qo'yiladi, ya'ni. Xo'p,
o'sha razmerlariga qarab turib narx-navosi chiqaveradi. Misol uchun 30-15 dan tortib to 1 ga 50 razmergacha mavjud. Bular bo'lsa, o'shani ventilyatorlar, regulyatorlar. 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 Mana bu ventilyatorlarimizni toza havoni ta'minlab berib turish uchun kabinetlar, misol uchun sartaroshxona, shifoxonalarda mana shunaqa joylarga qo'yiladigan variantlar. Ular 5 kun ishlaydi. Ular endi ishlab chiqarishi ko'proq. Ularning sal shovqini bo'ladi. Aborot balandroq. Ular 5 shovqin mana ular. Bular ovozi baland bo'lmaydi. Bular narxi necha puldan necha pulgacha bo'ladi bular? Xo'p, o'sha ko'rayotganingiz bular reversiniy variant deyiladi, ya'ni chapga o'ngga aylanadigan varianti. Birinchisi 320 ming so'm, keyingisi 450 ming so'm, mana bunisi 500 ming so'm. Yashang, gap so'z yo'q. Mana bular necha puldan bo'ladi? Xo'p, ular Turkiya mahsuloti, Bavent firmani biza dilerimiz O'zbekiston bo'yicha. Toshkentda ham do'konlarimiz ko'p. Bu Namangandagi filial. Xo'p, uni narxi $120 shunaqa atrofida chiqadi. $120 atrofida chiqadi. Gap so'z yo'q. Xo'sh, endi mana ular tok qanaqa tok tashlaydi shukrlar? Katta tok olmaydi bular. 220 da ishlaydi. Maksimalniy bir 400-500 watt tok atrofida ishlaydi. Bunaqa 5 kilovat, 6 kilovat degan narsalar hozir unutilgan. Chunki o'sha elektr samaradorligini ta'minlash maqsadida toki juda ham kam oladi. Misol uchun mana 60-35 motorimiz ham. Hop, 1400 оборотda ishlaydi. 150 watt tok olyapti. Ya'ni bu 100 talik lampochkadan 1.5 ta degan. Yoki 200 talik lampochka ham yetmaydi. Zo'r, unaqa bo'lsa zo'r natija. Обороты yaxshi, havo sovurish ham. Bular narxi necha puldan necha pulgacha bo'ladi? Hop, bularni endi valyuta deb qo'ygan yaxshi menimcha. Hop, 30 ga 15 ligi $150 dan boshqa. Mana 30 ga 15 mana emas. Mana shu, hop. Mana shular $150 chiqyapti. 40 ga 20si bor. Bular $200. 50 ga 25i bor. Bular $260. Mana shunaqa. Sekin-sekin o'sib boryapti. Xo'sh, mana kattaroq ob'yomlari-chi mana ular. Hop, unisi 60 ga 35, $470 shunaqa chiqadi. Bularni xullas xohlagan hajmda qilib beraveramiz, xudo xohlasa. Bular endi tayyor mahsulot. Bizda yasalmaydi. Turkiyadan tayyor olib kelinadi. O'zi ventilyatsiya bilan shug'ullanadigan ustalar o'zi bilishadi. O'zi kanallarni razmeri mana shu aytilayotgandek ketadi. Shunaqa bo'ldi. Buni xudo xohlasa ustalardan ham muammo yo'q-a? Yo'q, ustalari ham bor xudo xohlasa, hatto bo'lsa yordam beramiz. Mana bularni so'rash istash qolib, bular qanaqa tokda ishlaydi? Narxlari necha puldan necha pulgacha bo'ladi? Bular 380 da ishlaydi, aka. Hop, narxlari hop, eng arzoni o'layotganimiz hozirgi holatda bir $250 atrofidan chiqyapti. Eng arzon. Kubaturasiga qarab turib ketadi. O'sha $250 u necha kubaturasi o'sha? Necha kubaligi bo'ladi? Mana mashinasi adashmasam, shu $250 shu bo'ladigan narxni shuni qilib beramiz. 2000 dan 4200 gacha havo so'radi. 1.5 kilovat tok sarflaydi. Lekin 380 bo'ladi shu aytganimdan. Bularning shu afzallik tarafi yog'larni o'zida tutib qoladi. Bu 1400 оборот ekana minutda. 1400 оборот, ha. Bo'ldi, 380. Havo so'rashi 4000 kub metr havogacha so'radi. Xo'sh, endi Shukrullo aka, meni qiziqtirgan narsalar mana bular haqida ham bitta to'xtalaylik aka. Xo'p, bular haqida to'xtaladigan bo'lsa, bular hozirgi holatda oshxonalarda bilsangiz, ovqat qovurgan paytda, boshqa qilgan paytda baribir hid bo'ladi, ko'knaladi. Hozirgi yangi kvartiralar deysizmi, yangi xonadonlar mana shunaqalarda. Ana shu holatlarda oshxonadan tashqari, yana yuqorisiga mana shunaqa ventilyatorning kanalini qo'yilyapti. Nima beradi deysiz? Misol uchun ovqat qovurishadi yoki xamirli ovqatlar qilinganda parla ko'proq bo'ladi. O'sha holatda buni ham ulab yuborsa, ya'ni yoqib yuborsa, sraz xonadan havoni olib chiqib ketadi. Ana o'sha holatda, hop, hozir bir daqiqa. O'sha mebelni oldiga boshqa joyga mana bu reshotkalarimiz, reshotkalarimizni turlari ham bor, hozir yana bir ko'rsatamiz. Mana bu o'rnatilgan variantlari. Ana variantlar. Mana shunaqa qo'yilinadi. Ikkita joyga yoki uchta joyga qo'yilinsa, oshxonaning endi katta kichikligiga qarab bu narsa. Shu joylardan so'rab olib ketaveradi. Ya'ni birinchi xonadan ikkinchi xonaga, hozir yangi domlarda bilsangiz, oshxona bilan xonalar bir-biriga yaqin-ku. Narigi xonalarga hid o'tkazmasligi uchun bu narsa bizga yordam beradi. Bo'ldi. Bu meni videodan ko'ryapman. Bu yana ham Shukrulloga vid beryapti xonaga. Bu narsani bekitib ketyapti-da. Shunaqa. Ichida bo'ladi, bular ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi ichkarida. Faqat reshotkani o'zi ko'rinadi. Mana обратный klapan deyiladi. Ya'ni o'sha birinchi xonadan ikkinchi xonaga ketma-ketlikda ventilyator orqali shunaqa kanallar ochib ketadigan bo'lsa, puflagan payt, ya'ni havo so'rayotgan payt ochiladi, boshqa payt yopilib qoladi. Bo'ldi, zo'r. Mana shunaqa narsa. Bular narxi necha puldan bo'ladi bular? Xo'p, bularning narxi Xitoy yaxshi firmalardan olib kelyapmiz biz, arzonchilar emas, yaxshisi, sifatlilari.
100 taliklariga 420 ming so'm atrofidan chiqyapti. 150 taliklari 580 ming, 570 ming. Hozirgi holat shunaqa, yana kelishsa. Qarang, Shukrullo, yana bitta savolda aynan mana shu narsani bu qancha kvadratli xonaga qo'yiladi, tavsiya qilinadi bular? Xo'p, oshxonalarga hozir shu qo'yilyapti. Misol uchun oshxonalar hozirgi holatda maksimal 3 ga 5. Shunaqa xonalarga qo'yiladi. 3 ga 5 xonalarga tavsiya qilinadi. Endi oddiy xonalarga bo'ladigan bo'lsa ham bo'laveradi. Misol uchun, ana o'tiriladigan kabinet, mana shunaqa xonalar bo'ladi-yu. Ofislarga ham bo'ladi. Shunaqa zo'r. Bularda ham ob'yomlari bor, xudo xohlasa. Ob'yomlari bor. 100 talikdan boshlab 315 talikgacha bo'ladi. Xo'p, Shukrullo aka, mana tepadagilari-chi bular? Tepadagilar metallический kanalli deyiladi. Xo'p, bulardan farqli o'laroq oboroti balandroq bo'ladi. Xo'p. Havo so'rish nimasi masofasi uzoqroqdan so'rab olib kela oladi. Skorost kuchliroq bo'lgan hisobda. Lekin ozgina shovqini bunga qaraganda, ya'ni tarr qilib ishlamaydi-ku. Har holda bunga qarang, plastmas lobsi bularniki, mana bularniki. Shuni hisobiga bularning ovozi sal pastroq bo'ladi. Bularning lobsi metallический bo'lgan hisobda shovqini bo'ladi. Shovqini bo'ladi. Metallический bo'lgan shuni hisobida. Bular qanaqa ob'yomlarda, narxlari necha puldan bo'ladi? Hop, 100 taliklarimiz, hop 520 ming so'mdan boshlanadi. Hop, to 315 gacha bor. 315 talikga bir 1.250 ming atrofida chiqadi. Gap so'z, endi Shukrullo aka qarang, bularning garantiyalari qanaqa bo'ladi? Hop, oshxonaga bo'ladigan bo'lsa garantiya bermaymiz. Sababi hozir aytib o'tdik. Mana bu joylariga yog' yig'ib qoladi, keyin kuyib qolish darajasi ko'proq bo'ladi. Lekin hozirgi holatda qo'yilyapti. Mana misol uchun oshxonalarga nechta qo'ydik, mana bu maktablar, bog'chalarga ham ko'p joylarga qo'yilyapti. Sababiki hamma ham ulikka qo'yishga imkoniyat yetmaydi. Endi bunda qo'yilgani bu doполнительный qo'yilyapti-ku, qo'shimcha ya'ni. Qo'shimcha qo'yilgan hisobiga jami bunda yog'lama bo'lmaydi, normalniy ishlaydi xudo xolasa. Shuncha obyektga qo'yib qo'yamiz, muammo bo'lmadi. Muammo bo'lmagan. Xudo xolasa, bular ham baribir haligi oxirgi payt texnologiya rivojlanib ketgan, bular ham hamma tarafni hisobga olgan holda shunaqa bemalol ishlaydi. Shunaqa. Xo'sh, bo'ldi. Mana bunaqa variantlari bor yana. Bular endi klapanli ventilyatorlarimiz 100 talikdan tortib 300 talikgacha bor, 400 talikga ham bor edi, hozir qolmay qolibdi. Bular necha puldan necha pulgacha bo'ladi? Hozir o'sha ushlab turganingiz 110 ming so'm 100 talikga. Bu 100 talik 110 ming so'mda. Keyingisi 150 talik, 250 ming so'm, 320 ming so'm, hop 450 ming, 520 ming. Bo'ldi. Tepadagilarchi? Tepadagilar asosiy ventilyatorlar deyiladi. Endi ularni ko'proq ishlab chiqarishlarga, changli, kraskali joylarga ham qo'yishyapti. Molxonalarga ham ko'proq qo'yiladi. Hidini olib chiqish, hidlanib qolmasligi uchun, terlab ketmasin deb ham qo'yishadi-ku, isposi ham yaxshi yemaydi deb. Qarang, bular premyo qo'yiladi, bularga hech qanaqa kanal to'qilmaydi. Kanal tortilmaydi. Devorga qo'yib qo'yiladi. Asosiy ventilyator bular. Kanalni emas. Shunaqa, bular necha puldan necha pulgacha edi? Xo'p, ularimiz ham 300 mingdan boshlab 1 milliongacha bor. 1 milliongacha. Akalar, bu narsa aynan o'sha hozirgi kunda biz O'zbekistonda bular chorvaga juda qiziquvchilar ko'p. Haligi molxonasini hidsiz bo'lishni xohlaganlar ham ko'pda. Haligi ba'zi joylarda ko'rsangiz konditsionerlarni qo'ygan va shu sabablar qilib qo'yadi. Ana bu joylarga mana undan bittadan qo'yib qo'ysangiz, ishonavering, o'sha siz xohlagandek o'sha haligi mollarga lyuks sharoit bo'ladi-da, o'zlari ham hidsiz zo'r bo'ladi. Xo'p, endi bularda o'sha boya aytib o'tishgandek, mana bu nima edi buni? Setkalar. Bu sekretniy nevidimka sod deymiz buni. Reshotka ya'ni. Reshotkalar. Buni yaxshi tarafi, bu yengillik, hali bundan ko'p tarqamagan.